Men aytmoqchi bo'lgan mavzu shuki, O'zbekiston ham Afg'oniston kabi musulmon davlatdir. Lekin nega o'zbek qizlari afg'on qizlaridek hijobda emas? O'zbek filmlarida yoki ko'chalarda, universitetlarda ko'pchilik qizlar hijobsiz yurishadi. Tanalarning ko'p qismi ochiq bo'ladi. Afg'oniston esa jamhuriyat davrida ham ko'pchilik qizlar hijobda edi. Ba'zilari yengil hijobda bo'lgan, ya'ni yarim sochlari ochiq, shem yoki kalta ko'ylak kiygan, ammo butunlay hijobsiz emas edi. Endi esa Imorot Islomiy davrida barcha ayollar, qizlar to'liq hijobda, ba'zilari hatto yuzlariga niqob ham taqishadi. Demak, savol shuki, nega o'zbek qizlari musulmon bo'lsa ham hijob kiymaydi? Bu savolni kecha do'stlar davrasida ham muhokama qildilar. Shuning uchun hozir bu videoda sabablarni tushuntirib bermoqchiman. Avval sababi odat va urf. Masalan, Saudiya Arabistonni olaylik. Oldingi shohlar davrida hijob majburiy edi. Hozirgi podshoh esa bu masalada uncha qattiq emas. Lekin xalqning o'zi hijobga odatlangan. Bu ularning madaniyatiga aylangan. O'zbekistonda esa hijob avvaldan keng tarqalmagan. Shuning uchun hozir ham bu odat yo'q. Eshitishimcha O'zbekiston hozirgi prezidenti dinni hurmat qiladi, lekin xalqning o'zi hanuzgacha hijobni to'liq qabul qilmagan. Chunki bu ularga begona odatday tuyuladi. Ikkinchi sababi diniy masalalarga e'tibor kamligi va diniy bilim yetishmasligi. Bu joyda hech kimni ranjitmoqchi emasmen. Faqat to'g'ri misol keltiraman. Afg'onistonda bolalar 5-6 yoshdan mahalliy madrasa yoki masjidga boradi. Ular avvalo auzubillahi minash shaytonir rojim, keyin bismillahirrohmanirrohim, keyin esa la ilaha illalloh muhammadur rasululloh degan kalimalarni yodlaydi. So'ngra qisqa suralarini, namoz o'qishini, harflarni va Qur'onni o'rganadi. Har kuni darsdan keyin ustozlari qisqacha diniy nasihat qiladi. Shu sababli afg'on xalqi bolalikdan dinni biladi, Allohni taniydi, hijob, namoz, ro'za kabi masalalarni qadrlaydi. Boshqa musulmon mamlakatlarda esa bu darajada diniy ta'lim yo'q. Shuning uchun ham odamlar dinning asosiy masalalaridan bexabar bo'lishadi. Men Turkiyada o'zbeklar bilan ishlaganman. Ular juda samimiy, halol va pokko'ngilli xalq. Ko'pchiligi namoz o'qimasa ham bizni ham duoda isla, Alloh bizga ham tavfiq bersin derdi. Ramazon oyida esa ro'zani turklarga qaraganda jiddiy tutishardi. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda hijobning keng tarqalmaganligi bu urf va odat bilan hamda diniy ta'limning zaifligiga bog'liqdir. Sizda ham bu mavzuda fikr bo'lsa, kommentda yozib qoldiring. Men Afg'onistondan Izzatulloh, Doktor Bola kanalida doimo siz bilan. Har ikki dunyoda baxtli va muvaffaqiyatli bo'ling.